Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Apple 3 do'konimiz YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Albatta ko'pchilik kutgan bugun iPhone'larning narxi bilan tanishib chiqamiz hurmatli obunachilarimiz. Bugun ikkinchi videomiz bu YouTube kanalimizdagi ikkinchi videomiz. Birinchi videomizda Samsung'lar narxi bilan tanishtirib chiqamiz. Bugun X dan tortib to 17 Pro Max gacha bo'lgan telefonlarda narxi bilan tanishib chiqamiz. 3 oy 6 oy nasiya savdolarni ham tanishtirib chiqamiz. Qanaqa shartlari, 1 yillik bosh to'lovsiz hammasini aytib o'tamiz xudo xolasa. Ana boshlarga bo'lmasam, aytgancha hurmatli obunachilarimiz, bizni yo'qotib qo'ymasligi uchun bitta like bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, keyingi videolarimiz albatta kelib turadi inshaalloh. Boshlariga bo'lmasam. Xo'p, qo'limda XS yo'q. XS juda ham ko'p auditoriyamiz yoshlar bo'lganligi uchun XS ning narxi $130 dan $160 gacha chiqadi. Xotirasi, ikkita sim kartasi o'tgan bo'lsa, zo'r bo'lsa $160-170 gacha bo'ladi XS'larimiz. Xo'p, XS Max'larimiz $150 dan $230 gacha yo'nqisi holatiga qarab chiqadi narxi. Bularda o'z qo'llaymiz. Mana shu telefon XS Max'imiz $100. Face ID'si ishlamaydi, ozgina oynagida dog'i bor. Shuning uchun $100, hech qanaqangi boshqa joyda aybi yo'q. Xo'p, 11 Pro'larimizga keladigan bo'lsak, $220 dan $305 gacha chiqadi. Mana shunaqa ikkita imekasi o'tgan, boshqana to'lovlari qilingan 256 taligi mana shular $305 dan chiqadi. Hop, bu yerda mana shu 256 taliklar bor, $260 dan chiqadi. Qo'limiz shu qo'ldan olinganligi uchun shunaqa arzon chiqadi. Idealni hisoblanadi. Faqat boshqana to'lov qilinmagan, qo'ldan olinganligi uchun. 13 Pro'larimizga keladigan bo'lsak, 13 Pro'larimizda juda ham ko'p assortiment, bu yerda ozroqni qo'yganmiz, ko'p telefonlarimiz sig'maganligi uchun. Hop, 13 Pro'larimiz bugun $330 ga ham sotdik. Sal oynaklarda chizig'i bor edi, abadoglarda, lekin mana bu idealni hisoblanadi, boshqana to'lovlar qilinganlari. Hop, bitta imekasi o'tgan $440, ikkita imekasi o'tgan $460 gacha boradi. Bu yerda qo'ldan olinganlar juda ham ko'p, 430-440 gacha sotilyapti, behijolat kelaverasizlar. 11 Pro Max'larimizga keladigan bo'lsak, $230 dan $330 gacha chiqadi mana shu. Idealni 256 talik ikkita imekasi o'tgani $330 gacha boradi. Bu yerda qo'ldan olinganlari ham ko'p. Xo'p, 14 da pilosi bor, 128 dan $450 chiqadi. Ikkala imekasi ham ro'yxatga o'tgan. Idealni hisoblanadi, O'zbekistonda ishlatiladi. 13 minilarimizga keladigan bo'lsak, bittasining yo'nqisi 75, mana shuni hop $260 ga beramiz. Idealni hisoblanadi, hech qanday aybi yo'q, faqat yo'nqisi past xolos 128 talik. Mana bunaqa idealni hisoblanadagisi $320, yo'nqislari shu 87 128 talik. Hop, 12larimizga keladigan bo'lsak, 12larimiz 250 dan $310 gacha boradi. Shu 256 taligi bor. Mana shu 256 talik, mana shu ikkita imekasi o'tgan, boshqana to'lovlar qilinganligi uchun $310 gacha boradi. Lekin ko'proq buni 260-250 sotyapsiz qo'ldan olinganlar. Hop, iPhone 11larimizga keladigan bo'lsak, iPhone 11larimiz $140 dan $240-250 gacha boradi. Xotirasi 128 talik, ikkita imekasi o'tgan. Shunaqa idealni korobkaliklari $250 gacha boradi. Hop, 12 Pro Max'imiz mana shu qo'ldan olingan 85 yo'nqisida, holatlari yaxshi holatda 128 talik $390 chiqadi, holatlari zo'r holat. Bu 256 talik ikkita imekasi o'tgan, bu $450 chiqadi, boshqana to'lovlar qilingan. Shuning uchun. Xo'p, 13 Pro Max'larimizga keladigan bo'lsak, 13 Pro Max'larimiz $450 dan $550 gacha chiqadi. Xotirasi ikkita imekasi o'tgan 256 taliklar $570 gacha boradi. Mana shu yerda arzonlari ham bor, 480 taliklari ham bor. Kelaverasiz. Xo'p, 14 Pro Max'larimizga keladigan bo'lsak, 14 Pro Max'da bugun 580 ga ham sotdik. Shu holatlari chotga holatda qo'ldan olingan. Mana qo'ldan olinmagan shu boshqana to'lovlar ikkita sim kartalik 256 talik mana shunaqa ideal hisoblanadi, 86 radno yo'nqisdagilari 700 gacha boradi, 690 qilib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa. Lekin aksariyat mana shu 14 Max'larimiz mana shu holatdagisi ideal hisoblanadi, 256 talik ikkita imekasi o'tgan $650 dan chiqadi. Qo'ldan olganimiz uchun arzon chiqadi. 550 dan ham sotdik. Hop, 16 Pro'larimizga keladigan bo'lsa, 850, 800 chiqadi mana shu ikkita bor. Mana shu ikkalasi 96, 97 yo'q, $840 dan chiqadi. Korobkalari bor bular. Hop, 16 Pro Max'larimizga keladigan bo'lsak, $950 dan hop 950 ming atrofida. Mana shu 100 yo'nqisidagisi 1030 qilib beramiz. Korobka takliflari bor, ikkita imekasi o'tgan. 100 yo'nqisida. Mana shunaqa 95 lar o'rtacha 950 ming bo'lyapti. Hop, bu yerda bir qator tanishib chiqdik. Bu yerda yangi telefonlarimiz, XL'larimiz bor. Hop, XL'larimizga keladigan bo'lsak, ikkita imekasi o'tgan $190 dan
$160 dan $190 gacha boradi. Qo'ldan olinganlar. Mana shunaqa har xil turdagi assortiment telefonlarimiz bor. Bularning narxlarini kelishamiz. Mana shu tanishtirib chiqqan telefonlarimiz 2026-yilning boshidagi narxlar. Albatta bitta 17 Pro Max, 17 Pro narxi yo'q. Albatta uni Telegram kanalimizga joylab boramiz narxlarni. O'sha yerdan topishlaring mumkin. Keyin yana 3 oy, 6 oy nasiya savdo qanaqa bo'ladi shartlari. Bitta pasport evaziga 4 dan biri bosh to'lov bo'lsa bo'ldi, boshqa shartlari yo'q. Agar bosh to'lov yo'q bo'lsa desalang, bosh to'lov yo'q bo'lsa bunaqa plastik katta bo'lishi kerak, qulaylanma yoki oylik yoki pensioner bo'lishi kerak. Albatta o'sha insonning o'zi ham bo'lishi kerak. 1 yilgacha bosh to'lovsiz chiqarib beramiz. Shunaqa xizmatlar bor. Yana ham ko'proq ma'lumot kerak desangiz bu telefonlar narxida Telegram kanalimizga o'tib ko'ringlar. O'sha yerda 3 oy, 6 oyga qanchadan tushadi hammasini yozib qo'yganmiz. Tanishib chiqishlaring mumkin. Kelaverasizlar, hammalaringni Apple 3 do'konimizda katta assortimentimizni kutamiz. Kelaverasizlar. Like bosib qo'yinglar.